Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barliq qarindoshlarım, Allohning salomati, mag'firati, barakati bo'lsin. Qarindoshlar, cho'ng gunohlar darsimizni davomlashtiramiz. 59-cho'ng gunoh birovni dadisi emasligini bilib turib dadam deb da'vo qilish. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Said radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: qandoq bir kishi birovni dadisi emasligini bilib turib, mening dadam deb da'vo qilsa, jannat uning harom bo'ladi. Imom Buxoriy, Imom Muslim, Imom Abu Davud, Ibn Majah, Darimi va Imom Ahmad qatorliqlar rivoyat qilgan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: dadanglardan voz kechmanglar. Kimki dadasidan voz kechsa, kofir bo'ladi. İmam Buxoriy ve İmam Muslim rivoyat qilgan. Yana bir hadisda bundoq deyilgan: kimki dadasidan boshqa birini dadam deb da'vo qilsa, uning Allohning la'nati bo'ladi. İmam Muslim ve İmam Abu Davud rivoyat qilgan. Zayd ibn Sharik bundoq deydi: Ali radhiyallohu anhuning munbar ustida xutba o'qiganligini ko'rdim va uning xutbada Allohning nomi bilan qasamki, bizde Allah'ın kitabıdan ve mana bu sahibidan, yani pütükten başka okuşuk tegişli kitap yok deganligini anladım. Ali radhiyallohu anhu o sahibini açkan idi. Onun da tölemge berilgen tögülerinin yeşi kısasının bir kısım hükümleri yazılgan işken. Onun da yana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin mundaq deganligi yazılgan işken. Medine'nin eğer teğidin sevir teğiçe bolgan arılık haramdır. Kimki Medine'nin haram bolgan kısmında kitap ve sünnetke xilaf bir işini payda kılsa, yoki ahli bid'atga panoh bersa, onunğa Allah'ın farishtalarının ve barliq insanlarının laneti bo'ladi. Qiyomat kuni Allah Taala onun ne fariz ne nafla ibadetlerini kabul kılmaydı. Kimki onun ilgisinden yüz örüp başka iyiye tepip alsa, onunla ana şundaq lanet boludu. Müslümanların kapaleti ve igdarçılığı birdir. İmam Buxoriy, İmam Muslim, İmam Tirmizi, İmam Malik ve İmam Ahmed rivayet kılan sahih hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivayet kılındı ki, o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin mundaq deganligini algan. Birovni dadisi emasligini bilib turib, dadam deb da'vo qilgan kishi bizdan emas va kofir bo'ladi. O'zining bo'lmagan narsani mening deb da'vo qilgan kishimi bizdan emas. U o'ziga do'zaxdan joy tayyorlab qo'ysin. Kimki bir insonni kofir desa yoki Allohning dushmani deb chaqirsa, o odam shundoq bo'lmagan taqdirda bu so'z uning o'ziga qaytadi. İmam Muslim, İmam Ahmed rivoyat qilgan sahih hadis. Şununla qarindoshlar, bu dersimizdeki birinci mesele başkalarını mening dadam deb turilish insonni kofir qiladigan ish. Bu ishlar ko'p yuz bergan ishlar, burun vatanlik vaqtlarda to'la yuz bergan. Ilmi balkim ba'du deb o'ylayman. Chunki kambag'al namrat kishilar özünün ata-onasidan numus qilib, ata-onasi bir yerlarda ko'chalarda yo'liqib qolganda, kim o deb masalanki o paranglashib qolsa, kim o deb yeniliklar bolalar so'rasa, qo'shnimiz yoki tonishlar deb qo'yib, naytib boy, qo'lligida bor, yuz obro'yi bor odamlar yo'liqib qilib, voy bolam deb gap qilib salom qilgan ko'rishgan yerlarda boshqalar mening dadam, mening opam deydigan ishlar intayin ko'p yuz bergan. Mana bu ishlar intayin xatarli ish, dindan chiqaradigan, kofir qo'yadigan ish. O'ziniki dadisini emasligini bilib turib, dadam desa, dindan chiqadi u. Boshqadan iymon etib, tavba qilib dinga kirmasa bo'lmaydi. Shuningga qanday odam bo'lishidan qat'iy nazar, mayli ota-onamiz kambag'al bo'lsin, mayli onun kiygan kiyimlari jitiq jul bo'lsin, mayli yaylig'ini, ichilig'ini yo'q bo'lsin, qat'iy nazar biz Alloh taolo shu insonga nisb qilgan bir ne'mat
bir farzand Allohninki shu ota-onamizga bergan ne'mati. Ota-onamiz bizningki gul tojimiz, bosh tojimiz. Alloh taolo nima uchun o'zining dadisini dadam demay boshqalarni bilib turib dadam deb olganni dindan chiqardi desak, Alloh taolo Qur'oni Karimda Allohni rozi qil, ota-onangni rozi qil deb tang o'rinda zikr qilgan. Tang o'rinda. Allohni rozi qil, undan keyin ota-onangni rozi qil demagan. Allohni rozi qil, ota-onangni rozi qil. Allohning buyrug'i bu. Alloh shundoq yuqori martabani ota-onaga berganda bir inson o'zining ota-onasining kambag'alligi, nomrodligi, kiygan kiyimlarininki nacharligidan numus qilib yoki boshqa izzat obro'yliq, pul, mol dunyolik insonlarni ko'rgan chaqda uni dadam devasa, Allohning buyrug'iga xilof qilib, Allohga osiylik qilgan bo'ldi dindan chiqdi. Undan boshqa qarindoshlar beqib olgan bolalar yoki bo'lmasa o'gay bolalar deymiz. Shularni o'zininki ota-onasini bildirib beqishimiz, ularni yetim o'rinda yaxshi tarbiyalab yetishtirib, shu savobni ilishga, yetimning besini silg'anlik savobini ilishga tirishimiz kerak. Nurg'un kishilar bu ishni qilmaydi. Ya'ni beqib olgan bolalarni bir umr uni dadam, opam degizishga chunki men buni beqib cho'ng qildim deb shunday qilishga tirishadi. Bu to'g'ri ish emas. Undan boshqa o'gay bolalar bo'lsa, unimi ular bilgan taqdirdami uni shu ota-ona bo'g'ichi ishga adam maslahatlashib turib dada deyishga majburlaydi. Bu ishlarning hammasi to'g'ri ish emas, xato ish. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni beqib olgan bolalarni o'zining dadasining nomi bilan chaqirishga buyurgan, boshqa sahobalar beqib olgan bolalarni dadam deb yurganlarni o'zininki dadasining nomi bilan chaqirishga, uni o'zaro qarindosh bo'lib o'tishga buyurgan. Shuningga qarindoshlar, bu masalaga diqqat qilaylik. Hozirgi turmushimizda qayta uylangan qarindoshlarimizninki shundoq ayollar bilib kirgan bolalari yoki bo'lmasa beqib olgan yetim bolalarni dadam deb chaqirtib yurayotgan bo'lsak, buni ularga tushuntirib, men seni beqib olgan, sening dadang boshqa falonchi deb tushuntirishimiz kerak. O'gay bolalarimiz bo'lsin, o'gaylamay, bolam men sening o'z dadang emas, o'z dadang falonchi deb uni aniq tushuntirishimiz kerak. Darslarimizni Alloh taolo barliq qarindoshlarga manfaatli qilib bersin, barliq qarindoshlarni haq yo'lga boshlasin. Aqidasi pok, e'tiqodi mustahkam bo'lgan taqvodor mo'min mu'minalardan qilib bersin.